Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir Sergelidamiz va shu Changan avtolarni olgan ekamiz reklamaga. Hop, Otabek akamiz shu avto dealerskida olgan ekan. Hop, assalomu alaykum Otabek aka, salomatmisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. Bir qator shu ma'lumotlarni o'z berib o'tamiz. Asosiy bizga kerak bo'ladigani narxlari odamlarga qiziq bo'ladi, xudo xolasa, bir manfaat tegsa, xursand qolamiz. Demak, boshladik. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, narxlarini aytib o'tib ekanmiz. Xullas, narxlar bo'ma bo'ladi. Otabek aka, manzili qayerda bu joy? Sergeli. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu tarafda mashina bozor bor. 400 metr uzoqlikda. Hop, kelganda yana bu tarafda mana ko'rib olsanglar bo'ladi. Ko'rganingizda mana mo'ykani oldi qismida joylashgan mana. Ko'proq mana yonimizda joylashgan, ko'plar biladi. Leader Auto City. Leader Auto City'da. Uni ko'plar biladi. Mashina bozori, asosan Sergelida mashina bozori kiruvrishida joylashganmiz. Endi har xillari bor ekan. Topishda adashib qolishmasin degan ma'noda. Xo'p, demak, bular yuk mashina, Changan KS bo'ladimi bular? Changan KS bu hozirgi kunda Xitoyda eng brendli mashinalardan bittasi. Sababi bularning motori juda ham mustahkam, safe motor. Keyin hammasidan ham hozirgi kunda dolzarb masala bizda ekonomika. Benzin juda ham ekonomli, 7-8 litr yeydi. Agar 90 talik ballonlari ham qo'yilgan mashinani, bular metanga ham, propanga ham moslashgan juda ham yaxshi mashinalar hozirgi kunda. Sizlarda hozir ofitsialniy dilersizlar? Ofitsialniy dilermiz. Ba'zilar bo'ladi, sotuvchilar bo'ladi-da, sizlar ofitsialniy, hammasining sertifikatlari bo'ladi. Bizda hamma mashinamizning sertifikati bor hozirgi kunda. Keyin bular ispitaniyadan o'tgan mashinalar hisoblanadi. Bu mashinaning ko'proq mana emblemasiga e'tibor bersanglar, ko'p mashinaning emblemasi bilan men yurgan mashinachilardan so'rasanglar, bu mashinaning sifatini praktikasi ko'rgan odam ko'proq ayta oladi. Mendan ham. Keyin servis xizmatlari, zapchastlari bormi? Muammo bo'lmaydi bulardan? Bizning mashinalar hozirgi kunda ertalab 9 dan soat 7 gacha servisimiz ishlaydi. Faqat shanba oddiy kunlari dam oladi. Bu Sergelida o'zimizning Sergeli 5 ta joylashgan. Ofitsialniy servisilar. Zapchastlarda muammo yo'q. Zapchas hozirgi kunda har bitta mashinamizga misol uchun 1200 tadan detal ketsa, hammasidan olib chiqib qo'yganmiz. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi ekan. Zavodda o'zidan olamiz. Endi bular orqasiga o'tadigan bo'lsak, necha tonnadan necha tonnagacha ko'taradi bular? Bu mashinamiz hozirgi kunda mana juda ham mustahkam rama hisoblanadi. Tonna ko'tarishi 1 tonna 340 kilo bo'lsa 2 tonnagacha yukni bemalol ola oladi. 2 tonnagacha ko'taradi. Maksimalni eng kattalari necha tonna ko'taradi? 2 ton o'zi ko'proq biz 2 tonna deymiz, chunki mashinani mayib qilmas, mashina ko'taraveradi. Qancha ortsangiz. Bu emas, boshqa endi kattaroq modellaringlar bo'lsa, katta modellarni hozir yana ko'rsatib o'taman. Ular 1 tonna 800 bo'lsa, 3,5 tonnagacha ko'taradi. Bir xil modellar 2,5 tonna bo'lsa, 5 tonnagacha ko'taradi. 5 tonnagacha. 2 tonna, demak 2 tonnadan 5 tonnagacha bemalol ko'tarar ekan. Mana bu дополнительный resurlarimiz bor. Agar xohlasanglar, ya'ni ko'proq yuk olsanglar, hammasidan ham bizda eng zo'r tomoni resurlarimiz anaqani ustidan turibdi. Chulokka. Juda ham mana shu tomonlama qulay. Yerdan sathdan sal uzunroq. Keyin bularni hali yo gaz balon yoki skitka degan narsasi bor ekan-a? Biz ham mana qilganmiz. Hozir mana shu mashinamga 90 talik gaz balon qo'ygan bo'lsak, agar yo'q, men o'zim benzinda yuraman desanglar, 8 million skitka qilib beraman. Yo 8 million skitkani talashar ekan yoki gaz balonda? Da. Zo'r, chotki. Xo'p, endi bularni demak ko'rib turibmiz, mana ochiqlari bor ekan, bu tarafda yopiqlari ham bor ekan. Xo'p, yopiqda faqat shunaqa turi bo'ladimi yoki boshqacharoq? Mana qarang, bu varianti ham bo'ladimi? Bu yerda biza bu mashinalarni yopiq qilganimizning sababi birinchidan, mashinani mana ko'rib turganingizdek, uzunasiga 3 metr, bunaqasiga 1.60. 1.60. Keyin biza o'zimizda spetsialist bolalarimiz bularni yasaydi, mana ko'ryapsizmi? 1, 2, 3, 4, 5 ta uголник qo'ygan. Keyin chapga, o'ngga qimirlagan paytda mashina yillar davomida ag'anab ketmaydi. Juda mustahkam metallarni ishlatganmiz mana. Hozirgi kunda biza bu prom tovarni deydi. Izotermiyskiy xolodilniklarimiz ham bor. Ikki mamlakat tintoviylari ham bor. Hammasini o'zini ketadigan masalaga qarab mana buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham polni o'zimizning mana отечественный fanerlar qilingan.
uncha munchaga bu fanera ham ishdan chiqmaydi. Hammasini fanellari bor ekan. Fanera ham bor, bunda ham mana masalan meni bo'yim 1.70 bo'lsa, buni balandligi mana ko'ryapsiz. 1.75, 1.80. Ha. Yuk ham juda ko'p ketadi bunga. Zo'r. Endi bularni variantga to'lash imkoniyati bormi? Bizda hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha bank orqali 25-30% to'lab olsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'zimiz avtosalonimizdan 50% ni to'lasanglar, 50% ni 1 yil, 2 yilga rassrochkaga beryapmiz. 5%. O'zini puliga, foiz yo'q. Keyin o'tgan kunlariga penali yo'q. Ha. Zo'r. Shu odamlarga eng qiziq bo'ladigan narsasi menimcha 5% bo'lgani bo'lsa kerak. Shunaqa. Xo'p, keyingi narsa motori qanaqa bo'ladi bularni? Bir ochib ko'rsatsak bo'ladimi motorlarni? Bularni motori hozirgi kunda. Hop, hozir mana motorini ochyapmiz. Motorlari Mitsubishi deyildi. Mitsubishi yaponskiy texnologiya bo'yicha chiqarilgan. Hozirgi kunda Nima bilan motori? To'xtang, hozir men sizga yana bitta narsa. Bu yerdan uncha yaxshi ko'rinmayapti. Hozir men bitta yana bitta mashinam bor. Keling. Baribir ko'pchilik shu motorlarga ham maza qilishadi-da, ko'rib. Ha. O, sepi bor ekan ichida. Ko'rib turibsizlar. Yaponiya texnologiyasi Mitsubishi motori. Akkumulyatorlari mana shu yerda joylashgan. Endi buni shunga odam tushiradi o'zi. Ichlarini keyin alohida ko'rsatamiz hozir. Zo'r. Endi video davomida hamma yoqni ko'rib ketinglar deyapmiz-da. Endi mana hozir ichki holatlarini ko'rsatamiz. Demak, ochilishlari mana ko'rsatlar bo'ladi. Voy. Sidinalarni bir qator ko'rib qo'yasizlar. Katta mana qani. Bulari nimalar endi? Zapchastlarmi o'zini? Mana bular yo'q, bularni kluj damkratlari. Ha, mana. Qo'shib beriladi bularmi? Ha, bular kluj damkratlar qo'shib beriladi. Mana eshik yopishini ko'rsataylik. Hoppa, gup etiladi. Xo'p, demak. Nima komfortlari bor? Hozirgi kunda bu mashinamizning komfort tomoni. Birinchidan pulti mana o'zi bilan zapasnoy kalitlari bor. Undan tashqari bu mashinamizning yana sizlarga qulay tomonini aytaman. Bu fleshga ham o'qiydi. Hozirgi kunda Toshkentda 7 ta 8 ta kanalni bemalol ana qilsanglar bo'ladi, ko'rsatadi. Keyin ertaga ozginadan keyin mana o'sha anaqa kun kelyapti. Konditsionerlarni yoqsanglar bo'ladi. Mana konditsionerlari bor. Keyin rul bu mashinada ko'proq hozir mana anaqa elektronika, gidravlika emas, bu elektronikaga kiradi. Hozirgi kunda bu mashinamizda keyin mana ko'ryapsiz, torpedkalari xuddi Malibuniki o'xshab juda chiroyli chiqarilgan, komfortabilni mashina. Rostdan manelari o'sha Malibu'da nimasini beryapti, mana ular. Ichki konditsioner. Keyin buni saloni bejivoy, ertaga mehmonga ham o'tbetga borib qolgan taqdirlarda ham mashina komfortabilni. Hozirgi kunda masalan 4 yil, 5 yildan bir mana Shangan modelini sotayotgan bo'lsak, men yozim bilan ko'rgan bo'lsam, hammasi konditsionerlar bilan yuribdi. Keyin undan tashqari mana zavodskoy gazlari bilan olib kelganmiz mana. Mana mashinani mana shu zavod mana benzin ham, gaz ham ichida ko'rsatadi. Hamma keyin bizda shu darajada yo'lga qo'yib qo'yganmiz, garantiyamiz motorga, korobkaga, reduktorga. Sababi mana 40 ming kilometr ichida motor, korobka, reduktorda ozgina bir nuqson yo'qmasa, biz zavoddan shartnomamiz bor, bemalol qilib beramiz. Demak, u tekinga. 40 ming kilometr yoki 2 yil garantiyasi adashmasam. Ha, shunaqa. Zo'r. Xo'p, demak mana konditsionerlari bor. Eng muhim tarafi qish kelyapti, yozda pechkasi bor. Pechkalar issiq. Mazza qilib olishadi. Xuddi Jigulida issiq yurishadi. Bu masala umuman yo'q. Zo'r. Har tomonlama kuchli. Yumshoqdan ekan, mana sidinalar misol nima edi? Laboda ketganda taq ketadi-yu. Yamalarni misol uchun sanab ketadi. Menimcha bunda bilinmasa kerak. Yo'q, bunda oldi prujina, undan tashqari juda ham podveskalari zavodskoy chiroyli chiqargan. Xitoy o'zida ham bu brendoviy mashina hisoblanadi. Skorslar bu yoqqa sekin suvlarni qo'yib olib, ichib ketishgan. Skors mana ko'rganingiz o'zimiz 5 talik, juda ham qulay, ishlatishga unaqa og'irlik yo'q. Yengil ishlatasizlar mana. Bu avtomatlari ham bo'ladimi buni yoki? Yo'q, buni avtomatlari endi yillar davomida bir 5 yil, 10 yil ichida bo'lmasa, endi yuk mashinasiga meni maslahatim avtomat shart emas. Chunki podyom joylarda avtomat qiynaladi. Bunda skorsni birinchiga qo'yib, sekin chiqib olasiz, o'zingiz ham qiynalmaysiz. Korobkada ozgina qiynalishlar bo'ladi, keyin o'zingizni mana benzin, gaz rasxodi ko'payib ketadi. O'zim ham mana Cobalt yurgan bo'lsam,
bar avtomatlarning rasxodi ko'p bo'ladi. Bularda rasxod qanaqa? Misol benzinga bo'lsa, Bularning benzinda rasxodi 7-8 litr. 7-8 litr yuk bilan yoki alohidami? Yo'q, anaqa yuk agar o'z miqdorida masalan 1 tonna 340 kilodan sal ko'proq yuk olsangiz, masalan 7-8 emas, 9 litr yeyish. Ha, ozgina ko'payib qolishi mumkin ekan. Shunaqa. Keyin yana sizlarga zo'r tomoni, agar bir xil joylarda metan kuchsizlik qilsa, benzinga o'tkazib yursanglar ham bo'ladi. Benzinda baribir yonishi kuchliroq bo'ladi. Podiyomlik. Lekin o'zimizning Toshkent shahar ichida yurgan bolalar massiviy benzinda yurishdi, ham ekonom, ham zapravkalarda hamma joyda benzin bor. Toshkentda o'zingizlar bilasizlar. Albatta. Shu viloyatlar ko'proq metan, propan bizda zavodskoyni qo'ydirib olib ketishadi. U tomonlama ularga ham qulay. Ha, to'g'ri. Qulay. Keyin bu mashinaga propan qo'ysanglar ham bo'ladi. Propan ham qo'ysa bo'ladi. Masalan, bizda eng zavodskoy metallarimiz hozirgi kunda 8 million bo'lsa, propanlar 6 millionga stak. Butun 128 ta tochkasi bor O'zbekistonda. O'sha lideruющий kompaniyalar bilan ishlaymiz hozir. Ofislar qayerlarda bor? Faqatgina shu Sergelida Ofis mana bizda hozirgi kunda Qarshida avtosalonimiz mana 2 oy bo'ldi ochilganiga. Samarqandda o'sha anchadan beri ishlayapti. Buxoro shahrida bor. Bularning ham kontaktlarini so'rasanglar beraman. Toshkentning o'zida 3 ta joyda bor. Index bozorida, mashina bozor mana hozir turgan joyimizda, Sergelida. Keyin ikkinchi bekat metroni oldida yana bitta salonlarimiz bor. 3 ta salon Toshkent shahrining ichida bor ekan. Keyin yana bitta narsa, buni men bilmadim. Masalan, faqat yuk mashinani pravasi bo'lishi kerakmi yoki B bilan minsa ham bo'ladi? Yo'q, bizda hozirgi kunda bu mashinalarimiz B kategoriyada bemalol yurasizlar. Aha, zo'r. Xo'p, keyin ana bu yuk sig'adigan taraflari razmeri qanaqa bo'ladi? Umumiy mashinaning razmeri? Mashinaning umumiy razmeri kichkinasini aytaylik, masalan, Labo bilan solishtirganda, Labodan kattami, kichkina? Bort razmeri misol kelsak, bizdan ko'proq bort razmerini so'rashadi, mebelchilar ko'proq oladi. 280 ga 160. 280 160. Eng kichkinasi bu. Eng kichkinasi. Bu ham cho'nchagilarga udobniy. Ham kaltagina, anaqa, ham kaltagina, ham yumshoqqina yuradigan mashina 280 bo'ladi. Xuddi ana Nexia 1 ga o'xshab, Nexia 1 ham kompaktni chiqqani uchun yumshoq yuradi. Keyin buniki yengil mashinada ham o'tga betga chaqqongina ishinglarni bitirasizlar. Chunki birinchidan xarajat kam. Bu gruzovoy bo'lib turib, ko'p benzin, ko'p gaz yemaydi. Keyin bu o'zingizlarning ishinglar bo'lsa, o'zingizlarning ishinglar bo'yicha ham yursanglar bo'ladi undan. Bu mashinalarni bizga ko'proq men o'zimning fikrim bo'yicha universal deyman. Universal mashina. Sababi ham o'zingizni baribir ko'cha-kuyda chiqqanimiz hammamizning uyimizda yengil mashinalar ham bor. Bu gruzovoy mashina ham, misol yengil mashinani ishini qilib ketaveradi. Albatta. Xo'p, endi balonlarni ham bir qator ko'rsatsak bo'ladimi? Keyin boshqa mashinalarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p. Bizda hozirgi kunda mana balonlarimizni ko'rib turganingizdek 14. O'zini balonlari ham yaxshi, diskalari ham mana yumshoq. Masalan, qaysi ma'noda? Ertaga yamaga tushib qolsangiz ham bitta bolg'ada to'g'irlab ketaveradigan diskalar. Unaqa litiy diskalar emas. O'zi gruzovoy mashinalar ko'proq o'zi umuman yengil mashinalarga ham mana shu diskalarni tavsiya qilaman. Hamma standartmi? Standart. 14, ha? 14 ham yaxshi. Ham sifati ham yaxshi. Orqada ikkita bo'ladimi yoki bitta bo'ladimi? Orqada ikkita bo'ladi. Ya'ni ikkitalikmi, bittalik demoqchiman-da. Bittaligini? Bu bittalik. Ikkitaliklari ham bo'ladimi o'zi? Bor. Menda tarafda ham bor ekan. Juda ham ko'p modellarim bor. Biz hozirgi kunda ancha yillik tashkilotmiz. Sababi bizda 4 ta g'ildiraklar, masalan, Chang'an porterlarim ham bor. Mana keling. Hop, bu tarafda bor ekan. Mana bularni disk razmeri mana qo'sh balon bo'lsa 15. Mana bular 15. Endi bu mashinalarim 4 ta balon bo'lgani 3,5 tonna yuk ko'taradi. 3,5 tonna. Hammasida zapas balon bo'ladimi? Zapas balon hamma mashinamda bor. Xo'p, keyin mana bitta ABS deb qo'yibgan. Tormozlar ABS ekan. Bu tormozlar ABS mana. Hozirgi kunda. Zo'r. Xo'p, hali to'rt bulardan bir ichini ko'rsatib qo'ysa bo'lar ekan. Ochig'ida? Keyin tayyor bo'lib tursanglar, xudo xolasa hozir video davomida narxini aytib o'tib ketamiz. Bu yerda 2 kishilik lekin yotkizib olsanglar bo'lar ekan, orqa taraflariga mana ichlarini ko'rsanglar bo'ladi. Keyingina, kattagina zo'r ekan. Bu mashinamizga ham agar kelsak, naryoqdan hozir men narigi eshigini ochaman. Ichkari ham kengina ekan. Bu mashinani sizlarga afzallik tomoni sideniyalar. Mana qarang, hozir o'tasiz. Mana qarang. Agar yo'lda charchasa ham bemalol birpas dam olsa bo'ladi. Orqasi kengliklari juda ham yaxshi. Menga shu tomonlari yoqadi. Ayniqsa uzoq yo'lda yuradi. Bu
rollari buniki gidravlika. Bunda ham kondisioner bor. Ham mashina xuddi Captiva Jeeplarga o'xshab baland. Bekati bu mashinani qadriyati shuni balandligi ham ko'cha-kuyda hozir mashina ko'payib ketganini holatiga baland yurasiz, ham B kategoriyada ham yurasiz. Sizga kategoriyaga ketaveradimi? B kategoriyada ham bemalol yurasizlar. Zo'r ekan akalar. Keyin bu mashinamni yana bitta tomoni bor. Mana motorlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdan motorlar bilan. Ha, motorlari sideniyani tagida bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa mana zavodskoy gazlari bilan kelgan. Mana, daji mana mashinani ko'rib turganingizda Xitoy changlari bilan turibdi. Mana bu ham sep motor. Sepli bo'ladi. Keyin Xitoyda hozirgi kunda eng mana xitoychasiga mana yozilgan so'zlar bor. Eng brendoviy mashina hisoblanadi Xitoy o'zida. Chunki bu motori juda baquvvat, nima deydi? Aytganingizni qiladi. Bemalol keyin avion motor 2 bo'lsa, yukingizni bemalol ko'taradi. Keyin mana bu yerda bir chiroyli qilib anaqalar yasatganmiz. Bularga budka. Budkani ham o'zimizdan tayyorlarini olib kelsanglar bo'ladi. Unaqa birovga borib yasatib yurishi shart emas. Mana. Ichi go'zalagan. Ko'rib turganingizdek, ham keng, mana. Juda ham ko'p yuk oladi. Xolasangiz ichi aligabond. Xolasangiz mana buni fanerali qilib beramiz. Bu sal elitniroq qilgan anaqamizda suvga anaqaga hech narsa qilmaydi. Ham chiroyli. Ham oppoqqina hozir bilasiz, ko'proq odamlar tozalikni yaxshi ko'radi. Toza bo'lib turadi, ham chiroyli. Korobka borlar, zavodi borlar, sekin mazza qilib. Oziq-ovqat magazinlarga qulay bu narsa. Hop. Bu ham xuddi shuni xolodilnikli variant, mantlarini ham ko'rganingizda mustahkam chiqaryapmiz. Bu ham zavodskoy 100 talik ballonlari bilan. Mana bularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Zavodda mana ustilarini yopib mana bunday chiqargan. 100 talik ballonlar ham bor. Zavodskiy eganda bular. Bu zavodda mana. Chiste zavodskiy qo'yilgan. Dahshat. Hop, bulardan o konditsionerli variantlar ham bor dedingiz, go'sht, baliq. Bizada hozir siz bizani bitta salonimiz turibmiz, qolgan salonlarimizda masalan ikkinchi bekat metroni oldidagi keyin Index bozoridagi salonlarni xolodilniklarni taxlab tashlaganmiz. Bu yerda joyim sal kichkinaroq bo'lgani uchun hali hamma mashinamni olib kelmadim. Zo'r. Kama mashinalarim bor 5 tonnagacha. Aytolmayman, keyin bizada bu hamma siz bizadan nima mashina olsangiz ham servis, zapchast masalasida qiynalmaysiz. Keyin O'zbekistonning любой territoriya, даже Petergacha masalan mana mashinalar yuryapti. Kamalarni даже Peterga pochta ham tashishyapti. Zo'r. Endi odamlar kutgan joyi, narxlarini bir qator aytib ketaylik. Masalan, eng arzoni bilan mashina turgan eng qimmatini aytsak ham bo'laveradi. Mayli. Xo'p, eng arzonlari menimcha boshda bo'lsa kerak, a? Mashinalarimizni mana hozirgi kunda eng arzoni ham 280 bo'lsa, 184 million 600 turadi. 184 million 600 ming. Xo'p, mana 50% deyilganmi? 101 million to'lash kerak ekan-a? Bunga agar 50% to'lasangiz 101 million to'laysiz 1 yilga 8 milliondan. Agar 103 million to'lasangiz 3 million 800 dan 2 yilga. 2 yilga. 2 yilga. Wow. Mazza qiladi. Keyin mana buni bor. Bu ham universalim, faqat bunga 120 million to'laysiz, oyiga 8 milliondan buni faqat 1 yilga beraman. 1 yilga faqat. Bu faqat 1 yilga. Buni razm bu ekan. Fermer deydi buni. Menga mana orqa taraflari bo'lsa zo'rda yoqadi. Qaranglar. Mazza qilasizlar. Zo'r. Bu fermer deydi. Hozirgi kunda bu ham juda ham hozirgi kunda trendda bu mashina ham o'zini mashina kichkina mashinani rolini o'ynaydi, ham anaqa yuk ham olib ketaveradi. Dahshat ekan lekin. Narxida uncha farqi yo'q ekan, lekin. Yo'q, bu 196 million 300 sal qimmatroq turishi, endi bunga ko'proq masalliq ketgan, ko'rib turganingizdek. Lekin bu mashinalarning afzallik tomoni hozirgi O'zbekistonda ertaga 10 yil mazza qilib minasizlar kamida. Zapchastdan ham problema bo'lmaydi, ana to'kir, ko'cha qolmaysiz. Shunda hamma keyin dastavkalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab. Keyin masalaga servisimizning nomerlarini beraman hali reklamamiz davomida. Sotuv bo'limlarini reklamalarini beraman yana. Hali shu bilan reklamalarimiz tugab qolmaydi. Keyin buni yana qiziq tomoni ertaga oldinglarmi kreditga olsanglar ham, nasiyaga olsanglar ham to'xtamay minishinglarga sharoit qilib beraman. Zo'r. Demak, eng arzoni shu yerda turgan 184 million 600 dan, eng qimmati bu yoqdami? Eng qimmati hozir bu yerda yo'q, lekin mana menimi misol uchun 330 million turadi, menimi ko'rsatgan modelim. Menimi 295 million 100.
Keyin yana bitta narsa bor, agar naqd olsanglar hozirgi kunda 8 million skidka ham qilib beryapmiz. 8 millionga. Ha, 8 milliongacha skidka. Zo'r. Hamma mashinalarimda o'ziga yarasha skidkalar bor. Xohlasanglar bir lamchi olinglar, xohlasanglar ikki lamchi olinglar mashinani. Bir anaqasi yo'q. Zo'r. Keyin bizada firmalarga, qurilish tashkilotlariga, ularga ham lizing ham, kredit ham bor. Undan tashqari biz 12% NDS qaytaramiz. Biz NDS to'lovchimiz. Shu tomonlama ham пересеяga ham olsanglar bo'ladi, bemalol. O'zbekistonning любой точкasidan пересеяni o'tkazib, mashinani minib ketsanglar bo'ladi. Zo'r. Endi qolgan yana savoli bo'lsa, bemalol telefon qilsa bo'ladi. Savollar bo'lsa, men o'zim ham nomerimni berib qo'yaman. Ismim Otabek. 33lik 174 09 11. 24 soat ishlaydi telefonim. Bemalol agar yana murojaatlar, savollar bo'lib qolsa, telefon qilaveringlar. YouTube'dan qilaman deysa, xudo xolasa chiroyli qilib o'zingizlar mehmon qilib jo'nataverasizlar. Ha, kelishsa, xudoga shukr, u Toshkentda bilasizlar, hamma sharoitlar bor. Masalan, bir kun qolib ketadigan bo'lsanglar, gostinitsalar ham bor bu yerda. Men qo'limdan kelgancha mijozlarga yordam beraman. Sizlar xizmat bor. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bemalol tepadagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, o'zingizlarni komfortinglarni, o'zingizlarni sharoitinglarga qarab, pulinglarga qarab, xohlagan modellarni olsanglar bo'ladi. Mana 184 million 600 dan boshlab bu yoqqa ketaveradi. O'zingizlarning byudjetinglarga qaraysizlar. Xo'p, tepada telefon raqamlari bor. Toshkent shahardamiz. Xo'p, kimgadir shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xizmatdamiz. Ko'rishguncha. 0% raskrochka. Mana bu yerda nomerlar.